Bir yigit o'ylanayotgandi, ustachilik qilardi. Qoratosh to'yxonasi bor. O'sha yerda to'yga etib keldi meni. Aka dedi, men sizni niyat qilganman dedi. To'yimda xizmat qilib bering, men o'zim mashina sotadigan ustaman dedi. Bo'ldi dedim. Kim o'tkazadi to'yini? Dejur kim bo'ladi desam, o'zimizdan mahalladagi Nig'mat akamdir, Rashid Xoliqov shogirdi Nig'mat. Lekin aka rasa Abdulla Qurbonov orzu qilardim, hech anaqa qilolmayman, pul yig'olmayman dedi. Abdulla Qurbonovning go'zal yorimi hit bo'lgan payti, bomba bo'lgan payti. Rasa anaqa olmay, hech yig'olmayman dedi, nasib dedi. Etolmay ekanman, o'zingiz o'tkazib berasizlar dedim. Aytdi, bo'ldi dedim. To'y boshlandi, to'y bo'lyapti. Bir payt Abdulla Qurbon tapir-tupir yugurib kirib qoldi. Men aytdim, "Hakku bola topdi" deb pullar dedim. Malades dedim niyatiga. Bitta go'zal yorimni etdi-da, tapir-tupir yana chiqib ketdi. Abdulla Qurbon rahmatli ukasi Nabi. Nabi dedim, "Ne bitta etib ketasanlar? Pulni olgandan keyin etmaysanmi?" desam, kuldi-da, "Aka, to'yxona adashtirib qo'yinmiz" dedi.